Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xormaylar, aka-ukalar, opa-singillar, xonadonlar tinchmi, oila xotirjammi? Sizlar bilan men taksi polvon, ya'ni Murod Rashidovich. Ko'pchilik bildi, ko'rdi. Bizning kanalning nomi Kirakash polvon emas, taksi polvonga o'zgardi. Buni ayrim sabablari bor. Xo'p, Kirakash deganda ko'pchilik qidirib topa olmayapman deyishyapti. Instagram sahifamni, xo'p, Telegram o'zimni akkauntimni hamma joyda taksi polvon deb o'zgartirdim. Ya'ni hamma joy bir xil nom bilan bo'ldi. Taksi Nijniy Chortishka polvon, ya'ni taksi polvon. Xo'p, gap bunda ham emas. Aka-ukalar, anchadan beri video qo'ya olmayotgandim. Ayrim sabablari bor bunga. Sizlar bilan dildan suhbat qilgim keladi, prямой efirlar qilgim keladi. Ish va yana ish bizani o'z tubiga tortmoqda deydi. Ish ko'p bo'lgan sari efirlarga chiqish, videolar qilish kamayib boradi, lekin Instagram uchun qisqa metrajli video olinyapti baribir. Instagram kirib ko'rishingiz mumkin. Bu yerga imенно YouTube'ga tushmayotganlar Instagramda bor. Xo'p, bugun sizlar bilan bir dildan suhbat qilamiz. Topinglar, men qayerdaman? Mana sizlarga ko'rsataman. Har doim ish tugatganimdan keyin men suv bo'yi tarafga kelaman. Suvi ovozini eshitib, mazza qilib, kun yorishayotganini ko'rib, keyin sekin uyga qarab yo'l olaman. Nochda ishlagan paytim albatta. Xo'p, kunduz kuni ishlayotganimda ham ko'pincha suv bo'yi taraflarga borib, ozgina miyaga dam berib, uyga qaytishga harakat qilaman. Ba'zi kommentariyada yozilayotgan gaplarga bu atvetda. Siz miyangizni dam oltiring, boshqa sohada ishlang, bu soha sizga mazagan degan kommentariyalar ham bo'lgan. Yo'q. Bitta menga emas. Butun yer yuzidagi taksistlar, buni faqat taksi qilgan odam biladi, asabiy bo'lib qoladi. Bunga sabab odamlarning o'zgarishi, odamlarning taksiga bo'lgan munosabati faqat va faqat shu. Shuning uchun iloji boricha taksi aka-ukalarga maslahat berardim. Ishni tugatgandan keyin har doim o'tga, sokin joyga, ayniqsa suvi mana shunaqa shildirragan ovozini eshitib, maza qilib, jimjit o'tiriladigan joyga borib, o'zini miyasiga dam berish. Eng yaxshi tavsiyam shu. Hop, keyin o'zimga, hop, Instagramda directga va Telegramga ko'pchilik yozyapti. Oka, hozirgi paytda kuryer qilgan ma'qulmi? Ya'ni kuryer bo'lib ishlagan ma'qulmi? Yoki taksi sohasida ishlagan ma'qulmi deyishyapti. Xo'p, endi bir olib qaraylik. Kuryer bo'lib ishlashga sizlar tayyormisizlar? Agarda kuryer bo'lib ishlashga sizlar tayyor bo'lsanglar, kuryer bo'lib ishlash kerak. Hozirgi paytda kuryer tarifi ancha daromadli tariflardan biri bo'lyapti. Men o'zim nimaga kuryer tarifida ishlayapman? Buni birinchi sababi litsenziyam yo'q. Mana shu sizlar ko'rib turgan mashinalar, ya'ni Cobalt'im. Unga xo'p, litsenziya chiqmayapti. Har qanaqasi uringanimizda litsenziya qilib bo'lmayapti. Men litsenziya qilib bo'lganda ham hozirgi paytda men baribir kuryer sohasida ishlagan bo'lardim, chunki taksida bir kun повышение zo'r bo'lyapti, bir kun повышение bo'lmayapti. Bir xil payt ish yaxshi bo'lmayapti deyishyapti. Kuryerda повышениеga qaralmaydi. Повышение bo'lib qolsa,
xursand bo'lib gazini bossinlar. Bo'ldi, tamom. Shuning uchun ham aka-ukalar, opa-singillar, hozirgi paytda kuryer tarifini tanlaganim ham shuning uchun. Birinchi o'rinda asab ketmaydi. Bo'ladi-da, endi onda sonda har xil konfliktli, har xil tushunmovchilik holatlar bo'ladi. Lekin taksichalik emas. Ya'ni sizlarning oldingizga bir odam o'tirib 5 minutdan 1 soatgacha yoki agar uzoq safar bo'lsa 2 soat, 3 soatgacha oldingizda o'tirib, miyelani ishqalab ketmaydi. Bir o'zingizlar bo'lasizlar, xohlasanglar og'ayninglarni olasizlar, xohlasanglar farzandinglarni olasizlar, xohlasanglar qarindosh urug'inglarni olasizlar. Qizig'i yo'q. O'zinglar bilan bemalol mazza qilib jimgina yurasizlar. Bitta tarafi etajma-etaj olib chiqish. Ba'zi bir aka-ukalarimiz va etajga olib chiqish, shunisi to'g'ri kelmayapti deyishyapti. Da, endi ish bo'lgandan keyin shu narsa ishga talab qilingandan keyin qilinadi. Shuning uchun ham men kuryer tarifida ishlayapman. Kuryer tarifida ham ba'zi tonki narsalar bo'ladi. Bittasini qo'yib bering, eshitasizlarmi? Bo'lmasa, kuryer tarifida bitta ukaxonimizga tushgan neadekvatная devushkani sizlarga qo'yib beraman. Audiosi bir 1,5 minutlik. O'tda nima bo'lgan oldindan sizlarga aytib o'tay. O'tda bu ukaxonimiz etilgan manzilga kirganlar. Mijoz o'zi yashayotgan uyi, kvartirasini nomerini bilmagan. Ukamiz telefon qilib, shu kvartira nomerini ayting, mana men 3-etajdaman desa, u boshqa 3-etaj, ya'ni 3-podez oxiridan bo'lgan. Kuryer ukamiz как положено boshidan 3-podez hisoblab kirganlar. Kvartira yozilmagan bo'lgan. Kvartirani ayting desa, o'zini kvartirasini bilmay turib, kuryer ukamizga napadeniya qilishni boshlagan. Xo'p, bo'lmasa audioni eshitinglar. Va qara, sen kuryermisan bu yerda yo men kuryermiman? Menga ish kerakmi senga bu yerda, yoki senga ish kerakmi bu yerda? Tuzalib ketmish, sen jinnimisan? Jalab nima deyapsan sen? Nima deyapsan? Kuryermisan? Kuryerligini qil, ko'tingni ko'tardi, olib kirib ber. Klient so'rayaptimi, olib kirib ber. Tupoy, блядь, omi? Qara menga qara, sen konchinney. 3-etajga chiq deyapman men senga, просто chiq deyapman, savol berma, chiq deyapman. Yo'q, jallabsan, tupoysan-ku sen, o lalag'lanmay, voy, o lattalanmay. Fu senga, fu, понятно? Erkak bolasigincha o'zing salimdor yig'ishtirib ol. Anaqa bo'lib yurmasdan, cho'zilib, jivachkaga o'xshab, kvartira nomeri qilib o'tib ketasan bu hayotda. Dalbayob, блядь. Asab ketayning. Shunda uyquni harom qilding, главное. Sen eshshey bor, sen isqirt. Iflosga o'xshamay yo'l. Ba'zi bir odamlarni ikkita smenali ovqatini yeyotsan sen. Teshib o'tsin o'sha tomog'ingdan teshib o'tsin, tushundingmi? Musirga tashab yuboradigan bo'lsang, mashinangga ursang iloyim sendagi ifloslarni. Men senga chiroyli gapirdim birinchi, to'g'rimi? Sizlar chiroyli. Sen jalab tushunmasang meni nima qilay? Meni aybimmi? Seni onang shunaqa bir tupoy, bir dalbayob tuqib qo'ysa, meni aybimmi bu? Konchinney, sen tuzalib ket. Eshitganinglarda haqorat qilib tashagan. Eshitganinglarda kuryerni odam o'rnida ko'rmagan. Bunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Lekin редкий случай. Kuryerda nima holat bo'ladi? Kuryer sohasida bo'ladigan holatda birinchisi o'zini yashayotgan kvartirasini ko'pchilik bilmaydi. Ikkinchisi qaysi podezda yashashini bilmaydi. Ko'pchilik o'zini podezini to'g'ri hisoblashni bilmaydi. Misol uchun 2-podezda yashayman deydi. Aslida u 5-podezda yashayotgan bo'ladi. Xo'p, endi tasavvur qilamiz. Kvartira yozib qo'yadi.
tushunadigan, biladigan kuryerlar to'g'ri shu yozilgan kvartiraga kirib boradi. Nimaga? Chunki klient, ya'ni mijoz xato qilganini kuryer tushunadi. Anchadan beri ishlab yurgan kuryerlar. Tasavvur qilamiz, 2-podest, 70-xonadon. Buni qanday tushunsa bo'ladi? Aqlga sig'masa, xullas shunaqa gaplar. 2-podestda maksimum 35-chi, maksimum 40-chi kvartira bo'lishi mumkin. Maksimum bunaqasi, lekin redki. Lekin 70, 75, 80-chi kvartira 2-podestda bo'larmish. Xullas shunaqa holatlar bo'lib turadi kuryer sohasida. Mana bu ukamiz ham neadekvatna pasanaqaga tushib qolgan, nima deydi? Klientga tushib qolgan. Endi bitta narsani aytib o'taman. Klient всегда прав degan gap bu zamonlarda qolib ketgan. Hamma joyda ham klient всегда прав bo'lavermaydi. Endi nop qarasa taksida ham klient всегда прав ekan deb yo'lovchi taksisi ustiga qo'pol qilib aytganda chiqib chiplashsa ham klient прав deb ketilmaydi-ku, to'g'rimi? Xo'p, kuryer sohasida ham misol uchun klient so'kib tashlasa ham, klient всегда прав, to'g'ri, men yanishgan ekanman, yo u yanishgan bo'lsa ham uni gapi to'g'ri deb ketilmaydi-yu. Klient всегда прав deydigan odamlar uchun. To'g'rimi, nima dedinglar? Yana oddiy misol, do'konga kiryapti, do'konchiga nimadir misol uchun yoqmayapti, lekin do'konchi klient всегда прав deydi, indamaydi. Buni ko'rgan xarid qiluvchi yanada ko'proq narsani so'raydi. Shunda do'konchini ham asabi taranglashib, oxiri baqir-chaqirga o'tadi, boshqaga o'tadi. Nimaga? Klient всегда прав degan gap hamma joyda ham, hamma vaqtda ham qo'l kelavermaydi. Klient всегда прав bo'lavermaydi. Chunki inson zoti yanishadi, inson zoti xato qiladi. Klient xato qilmaydi, klient всегда прав degan gap bu noto'g'ri deb bilaman. Xullas, sizlar bilan bir dildan suhbat qilay dedim. Anchadan beri video qo'ymaganim uchun kuryer sohasida bo'ladigan, bo'layotgan narsalarni qo'yib beray dedim. Joninglar sog' bo'lsin. Kimda kim kanalga podpisatsiya qilmagan bo'lsa, ya'ni obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishingizni ham so'rab qolaman. Eng asosiysi o'z fikringizni kommentariyada yozishingizni ham so'rab qolaman. Sizlarning fikringiz men uchun muhim. Har bir bosayotgan laykinglar, har bir qoldirayotgan fikringlar hamda podpiska ko'payayotgani motivatsiya bo'laveradi, video qilishga meni undayveradi. Ishim ko'p bo'lib ketsa ham hachab sizlar bilan dildan suhbatga chiqib turaveraman. Joninglar har doim sog' bo'lsin. Hammanglar hurmatda va izzatdasizlar. Bardam baquvvat bo'linglar. Hayot oldinda hamma narsaga ham siqilavermaylik. Siqiladigan narsamiz yetarlicha. Joninglar sog' bo'lsin.